Assalamu alaykum hürmetli savaqdaşlar. Tayyiba dersxonamizga hoş geldinglar. Biz bugün Madxal ilal fiqh islami degan darsligimizni boshlaymiz. Biz darsimizni boshlashdan ilgari Madxal ilal fiqh islami degan nima? Bu qanday fan, nima haqida so'zlaydi? Bu haqida qisqacha to'xtalib o'tsak. Endi madxal deganimiz oldingi savad degan ma'noda. Ya'ni islom fiqhisiga oldingi savad yoki islom fiqhisiga dastlabki savad degan ma'noda. Ya'ni biz fiqhi o'qishdan ilgari oldin bir islom fiqhisi degan nima, fiqhi qachon shakllangan, kimlar tomonidan shakllangan, bu haqda tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Bo'lmasa biz fiqh o'qiyotgan vaqtida birisi kelib, "Fiqhimi o'qamsa, sen Qur'on yetaylik. Fiqhimi o'qamsa, sana hadis yetaylik. Sahobalar fiqh o'qiganmi?" degan savolni qo'ysa, bu fiqhning nimaligini tushunmagan o'quvchi damallikqa qarmoqqa to'g'ri, amaliyotda bu xato gap bilan aldanib ketadi. Shuning uchun biz islom fiqhisiga kirish so'z bo'lgan, ya'ni islom fiqhisiningki oldingi savat bo'lgan bu darslikni o'qiymiz. Buningda biz mazhab imomlari, ya'ni imom Abu Hanifa, imom Ahmad Hanbal, imom Shafi'i, imom Maliklar qanday qilib bu to'rt mazhab shakllangan, bu qanday qilib bu to'rt imom to'rt dona mazhabningki pishvosiga aylangan, bu haqda tushunchaga ega bo'lamiz. Onda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Madxal ilal fiqh islami. Islom fiqhisiga dastlabki savad. Biz old bilan fiqhi degan nima, uning tunishtirilishi va uningki mavzusi, ya'ni temasi nima haqida so'zlaydi, bu haqda to'xtalib o'tamiz. Al-fiqh. Fiqhi degan nima desanglar, fiqhning tunishtirilishi lug'at jihatda fiqhi deganimiz al-fahmu, tushunish degan ma'noda. Fiqh degancha tushunish degan ma'noda. Ya'ni har qanday narsani tushunishni biz deymiz, fiqhi deymiz. Bu lug'at ma'nosi. Masalan, ingliz tilini tushungan bo'lsa bir odam yoki u bir odamning inglizcha bir qilgan gapini tushungan bo'lsa, fiqh deymiz. Qanday qildi? Fahima ma'nosida, tushundi degan ma'noda. Masalan, Qur'on Karimda yafqahu qawli, shundaqo ular mening so'zimni qanday qilg'ay tushungay degandagi tushunish degan so'zga qaysi ishlatgan Alloh taolo yafqahu, ya'ni fiqhdan chiqqan bu so'zni ishlatgan. Demak, fiqh deganning lug'at ma'nosini bo'ldi, tushunish. Endi shar'iy ma'nosi-chi, ya'ni shariatdagi umumiy ma'nosini degan bo'ldi desa, buning shar'iy ma'nosi al-ilmu bi masailid-din. Diniy masalalarni bilish bu fiqh deb ataladi. Diniy masalalarning hammani bilish fiqh deb ataladi. Masalan, namozninki qancha farzi bor, tahoratning qancha farzi bor, buni bilishni bo'ldi fiqh bo'ladi. Shundaqla qiyomatninki alomatlari, qiyomatning alomatlari, jannatning sifatlari, do'zaxning sifatlari, ya'ni aqidaga aloqador hukmlarni bilishmi shar'iy jihatdan fiqh deb ataladi. Shunga biz aqida darsimizda nima deb atadik? Fiqhul akbar deb atadik. Endi kasbiy nuqtada aytgan vaqtimizda fiqhi hozirgi davrimizda ham ilgirki davrimizda kasblashib ma'lum bir doiraga xoslashgan. Buni biz kasbiy atalg'u deymiz, ya'ni istilohiy atalg'u deymiz. Masalan, bu istilohiy atalg'usi fiqh degan nima desa, istilohiy atalg'usi al-ilmu bil ahkami shar'iyyatil far'iyya. Far'iy, ya'ni qo'shimcha shar'iy hukmlarni bilish fiqh deb ataladi. Bu yerdagi far'iy degan nima desanglar, shariatningki hükümleri çok cihetden iki türlü bilinadi. Birisi usuliy, yana birisi far'iy. Usuliy deganimiz asas bilimler, asas hükümler. Bu asas hükümler nimani o'z ichiga oldi desanglar, aqida ilmini o'z ichiga oldi. Aqida ilmidan boshqa har qanday hükümler aqidaning ustiga, tavhidning ustiga qurilg'achqa bu far'iy deb ataladi. Uni far'iy deb atalganligi, uning oddiyligi emas, ammo ustiga qurilganlik uchun. Masalan, namozmi al-ahkamul far'iyya qatoriga tava. Bu namozning o'rni kichigiltish emas, ammo namoz nimaning ustiga qurildi? Tavhidning, aqidaning ustiga qurildi. Shunga bu yerda fiqh deganning kasbiy atalg'u jihatdan al-ilmu bil ahkami shar'iyyatil far'iyya. Ya'ni far'iyya degani aqida ilmlaridan boshqa, aqida ahkamlaridan boshqa shariat ahkamlarini bilish nima deb ataladi? Fiqh deb ataladi. Masalan, odamning ish harakatiga aloqador bo'lgan ideologiyasiga emas, iddisiga emas, ish harakatiga aloqador bo'lgan shar'iy hukmlarni bilish deb ataladi, fiqh deb ataladi.
Bu kesbi cihetlik atalgısı. Mesela namazınki hükümleri, onun vacipleri, sünnetlerini biliş bu fiqhi. Ama cennetin süpetlerini biliş, dozaqның süpetlerini biliş, yani aqidik alaqadar hükümler bu istilahi cihetten emas, fiqhi emas. O aqida hükümleri. Ama şer'i cihetince o mu fiqhi? Demek fiqhini sizlar 3 tane çember içiga hesap tushunsanlar bo'ldi. Eng cho'ng çember qaysi? Fiqhning şer'i ma'nosi. Bu umumiy o'z ichiga oldi. Uning ichidagi kichikroq qaysi? Istilohiy ma'nosi. Uning ichidagi lug'aviy ma'nosi. Ama bizga aloqador bo'lgani istilohiy, ya'ni kasbiy ma'nosi. Fiqhi biladi desa, u namozninki, zakatning hukmlarini, jihadning hukmlarini, jinoyat hukmlarini, qado hukmlarini biladi deganlik bo'ldi. Faqih desa, fiqhini biladi yoki faqih desa. Demak, kasbiy atalg'umiga qoqtimizda bu insonlarning, musulmonlarning ish harakatiga aloqador bo'lgan hukmlarni bilishni bo'ldi. Bu fiqhi bo'ladi. Endi bu fiqhi nima haqida so'zlaydi degan vaqtimizda, fiqhi, yani onun temisi nima degan vaqtimizda, onun temisi af'alul ibad min haythu tata'allaqul ahkam ash-shar'iyyah biha. Bandalarninki shariatning hukmlari aloqador bo'lgan jihatdan bandalarninki ish harakatlari bu fiqhining temisi, to'xtaladigan doirasi. Ya'ni bizning ish harakatdan shariatga aloqador bo'lganlar bor. Masalan, namoz o'qish, haj qilish, ro'za tutish, bu bizning ish harakatimiz. Shar'iy hukmga aloqador. Demak, bu haqida qanday qildi? To'xtaldi. Demak, fiqhning mavzusi af'alul ibad. Bandalarninki ish harakati. Qaysi jihatdan? Shariatning hukmlari u ish harakatlarga aloqador bo'lish jihatdan. Bütün ish harakatlari emas, shariatga aloqador bo'lgan. Mesela onun ticaretideki muomalat babımı fiqhiningki tadqiqot temasi bo'ladi. Ya'ni savdo sotiq qaysi halol, qaysi harom, qaysi jazona emas. Bu shariatning hukmi bilan aloqador bo'lg'achqa, u bu fiqhining tadqiqot elib boradigan temasi. Unda bo'lsa biz fiqhiningki ta'rifi va uning temasi haqida to'xtaldik. Endi biz fiqhiningki fazilati haqida to'xtalamiz. Fiqhining fazilati qanchalik desa, birinchidan fiqhining fazilati shariat ilmlariga berilgan umumiy fazilat shu fiqhiga beriladi. Ya'ni shu fazilatning ichida fiqhi mucho bor. Masalan, Alloh taolo kimiga yaxshilik qilishni iroda qilsa, uning ilm ato qildi dedi payg'ambar alayhissalom. Demak, bu ilmdan bo'lgan maqsad nima? Bütün şer'i ilimler ve şu şer'i ilimlerin içinde qaysi bor? Fiqhi bor deymiz. Bu el-fadlul am lil-ilmi şer'i. Şer'i ilimning umumiy fazilati fiqhi uchun shuning ichiga kiradi. Masalan, Qur'on Karimda Alloh taolo ilm berganlarni bir qancha daraja ustun qildi dedi. Fiqhi bilgan odam uchun shuning ichiga kiradi. Bu umumiy fazilati. Endi boshqa ilmlardan shariat ilmlari ichidan fiqhi o'rgangandan keyin ortiq alohida fazilati bormi desa, al-fadlul xos bi ilmil fiqhi. Fiqhi ilmidanki alohida fazilati bo'lsa, Ibn Javzi deydi, a'zamu dalilin ala fadilati shay an-nazru ila thamratihi. Wa man ta'ammala thamratal fiqhi alima annahu afdalul ulum deydi. Ibn Javzi deydi, bir narsaning fazilatini en büyük delili, bir narsaning fazilatininki en büyük delili onun mevisiga qarash. Qandaq bir odam fiqhining mevisi haqida o'ylab baqadigan bo'lsa, oningki en fazilatli ilm ekanligini bayqay oladi deydi. Diqqat. Arab tili o'qishmi, shar'iy ilmni o'qish uchun arab tili o'qishmi, bu bir fazilat. Hadis ilmi bir fazilat, tafsir ilmi bir fazilat, ammo fiqhi onun mevz qarab baqadigan bo'lsak, inson eng ko'p ehtiyojli bo'lgan ilm. Ya'ni musulmonlar eng ko'p ehtiyojli bo'lgan qaysi? Fiqhi ilm. Chunki arab tiliga munosabatlik, hadisga munosabatlik, tafsirga munosabatlik, boshqa ilmlarga munosabatlik savollar nəhayət az soruladi. Kishilar bunday savollarga az ehtiyoji bo'ladi, ham shu kasbdiklarning ehtiyoji bo'ladi. Ammo fiqhiga desa, bütün musulmonlarning ehtiyoji bo'ladi.
Bütün Müslümanlar bunu so'raydi. Demek bunun mevzu qaragan vaqtimizda fiqh ilmininki fazilatli ekanligini ko'rib olamiz. Bu deganlik boshqa ilm fazilatsiz deganlik emas. Ammo fiqh ilmi boshqa ilm qaragan vaqtimizda ko'p kishilar qanday bo'ldi? Ehtiyojli bo'ladi fiqh ilmiga. Endi bu fiqh ilmi nereden kelib chiqadi? Degan vaqtimizda buni ayt aniq shunaqo. Bu birinchidan Qur'ondan ilinadi fiqh hukmlar, ikkinchisi hadisdan ilinadi, uchinchisi icma, onundan keyin qiyas. Bu 4 xil narsadan ilinadi. Biz bu haqda keyin to'xtalamiz. Endi uni o'rganishning hukmi qanday bo'ldi degan vaqtimizda fiqh ilmini o'rganishning hukmi farz ayllari bor. Fiqh o'rganishningki farz ayllari bor. O qaysi deganda, masalan, bir kishilik musulmonchilikni ado qilishga tegishli bo'lgan fiqh hukmlarni bilish har bir musulmonga farz. Masalan, bomdod namozining vaqti, uning rakat soni, uning ichida o'qiydigan durudlar, oyatlar, ondan boshqa qanday vaqtda sajda qilamiz, qanday vaqtda sajda qilmaymiz. Demak, bir kishilik musulmonchilikni ado qilishda lozim bo'lgan fiqhlarni bilish har bir musulmonga farz ayn. İkincisi farz kifoya bo'lgan fiqh ilmlar var. Bu qaysi desa, bir kishilik musulmonchilikdan oshgan. Ya'ni buningga har bir musulmon duchor bo'lmaydi, ammo ba'zi musulmonlar duchor bo'lib qoldi. Buningga musulmonlardan bir kishi o'rgansa, shu o'rgangan kishidan shu ishga duchor bo'lgan odam berib so'si bo'ladi. Demak, bu farz kifoya bir odam o'rgansa, boshqalardan gunoh soqit bo'ladi. Ammo buni o'rganadigan odam chiqmagan vaqtda hamma odam gunohkor bo'ladi. Hamma musulmon gunohkor bo'ladi. Bu farz kifoya. Demak, bir kishilik musulmonchiligimizdan oshgan fiqh bilimlar farz kifoya. Masalan, qasddan emas, sahvan bir odamni o'ldirib qolsa, buning hukmi nima? Bunun cevabı bo'lgan fiqh ilmini bilish hamma odamga farz emas. Ma'lum bir odam bilsa, bu odamning hukmini bayon qilib bersa, boshqalardan gunohi soqit bo'ladi. Ammo jamiyatda shuni biladigan odam qolmagan bo'lsa, hamma odamga farz bo'ladi. Ma'lum odam o'rganib hojatdan chiqqan vaqtida yana farz kifoyaga tushadi. Demak, tushensanglar, bir kishilik odam musulmonchilikni ado qilishga ehtiyojli bo'ladigan fiqhlar har bir odamga, har bir musulmonga farz ayn, uningdan oshqini farz kifoya. Demek, bugungi darsimizdagi fiqh va fiqhning fazilati va uni o'rganishning hukmlari haqida to'xtaldik. Endi sizlar buni tushungan bo'lsanglar, tuvandagi savollarga javob berib boqinglar. Birinchi savol: haddid ma'nal fiqhil muntabiq alal mas'alil atiya. Tuvandagi masalalarga tatbiq qilinadigan fiqhning ma'nosini bekiting deydi. Ya'ni, masalan, taharetni buzg'uchi omillarni uning dalillari bilan bilish bu fiqhning lug'at ma'nosi kiramdi, shar'iy ma'nosi kiramdi yoki istilohiy ma'nosi kiramdi? Masalan, tariximizda nima buzyotdi? Bu albatta istilohiy ma'nosiga kiradi. Istilohiy ma'nosiga kiradi. Chunki bu aqidadan boshqa hukmlarning hammasi nima kiradi? Bu fiqhning istilohiy ma'nosiga kiradi. İkincisi, ma'rifati sifati salatul kusuf. Kun tutilganda o'qiydigan namozning sifatlarini bilish. Ya'ni kun tutilgan vaqtda qanday namoz o'qiymiz? Buni bilish fiqhning shar'iy ma'nosiga kiramdi yoki istilohiy ma'nosiga kiramdi? Albatta bu istilohiy ma'nosiga kiradi. Chunki bu aqidaga aloqador emas. Endi uchinchisi, fizika darsini tushunish bu fiqh bo'ladi, shundaqmi? Ammo fiqhningki lug'aviymi, shar'iymi, istilohiymi? Lug'aviy. Shundaqmi? Chunki bu yerda tushunish maqsad. To'rtinchisi, mashina yasashningki yo'lni tushunish. Bu fiqhning shar'iy ma'nosini ko'rsatamdi yoki istilohiymi yoki lug'aviymi? Bu sizlar qilib qoldi. Endi jannat va do'zaxga aloqador oyatlarni tushunish. Bu fiqh. Ammo shar'iymi, istilohiymi, lug'aviymi? Bu masala qilib qoldi. Allah'ın sifatlarini ve onun büyüklüğünü bilish. Bu mu bir fiqh? Ama lug'aviy mi, shar'iy mi, istilohiy mi? Bu mu sizlar qilib qoldi. Sujudi sahvining hukmlarini bilish. Ya'ni qanday vaqtda sajda sahvi qilamiz namozda, qanday vaqtda qilmaymiz. Buni bilishmi fiqh? Ama shar'iy mi, istilohiy mi, lug'aviy mi? Bu sizlar qilib qoldi.
sahabalarning faziletini bilish. Sahabalarning faziletini bilish. Bu lug'aviymi, shar'iymi, islohiymi? Bu muhim. Mushuni ayira olsanglar, sizlar fiqhninki lug'aviy, shar'iy, istilohiy ma'nosini ayira olgan bo'lasizlar. Bu sizlarga qolib qoldi. 9-si qiyomatning alomatlarini bilish, bu fiqhi. Bir odam qiyomatning alomatlarini bilgan bo'lsa, u fiqhi ba deymiz. Ammo uningdagi fiqhi, fiqhu shar'iymi, fiqhul istilohiymi, fiqhul lug'aviymi? Bu masala qolib qoldi. Endi biz fiqhninki fazilati haqida, shar'iy ilmlar haqida kelgan umumiy fazilatni o'z ichiga oladi dedik. Va undan boshqa fiqhga xos kelgan fazilat haqida mucho to'xtaldik. Endi fiqhning fazilatida o'qigan narsangizga asosan tuvandagi naslarning har birining dalolatini bayon qiling. O fiqhning xususiy fazilatiga dalolat qilamdi yoki umumiy shar'iy ilmning fazilatiga dalolat qilamdi deydi. Masalan, Payg'ambar alayhissalom "Ma yuridullohu bihi khayran yufaqihu fid-din" degan. Qandaq bir odamga Alloh taolo yaxshilik maqsad qilgan bo'lsa, uni dinda olim qiladi dedi. Demak, dinda olim qiladi degani uni faqih qiladi, ya'ni fiqh biladi demakchimi? Ya'ni fiqhga kelgan xususiy fazilatmi yoki umumiy shar'iy ilmga kelgan fazilatmi desa, bu umumiy shar'iy ilmni o'z ichiga oladigan fazilat. Masalan, bir odam muhaddis bo'lsa, bumi mushu hadisning tahtiga kiradi. Muhaddis bo'lib hadis yetishgan bo'lsa, mufassir bo'lib tafsir yetishgan bo'lsa, umi Alloh taolo yaxshilikni iroda qilgan bir odam bo'lgan bo'ladi. Demak, bu hadis fiqhning xususiy fazilati haqida emas, shar'iy ilmning umumiy fazilati haqida kelgan deymiz. 11-si Alloh taolo "Va ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun." "Va ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Müminlarning hammasi jihadga chiqishi loyiq emas. "Falawla nafara min kulli firqatin minhum." O müminlardan har bir fariqidan bir guruh kishilar nima uchun dinda olim bo'lib, ular qaytgan vaqtida ularni ogohlantirish uchun qilib qolmadi deydi Alloh taolo. Ya'ni jihad farz kifoya bo'lgan vaqtida hamma odamning jihad chiqib ketishi loyiq emas. Ma'lum bir odamlar qilib ilm egallashi kerak. Dinda olim bo'lishi kerak. Ya'ni liyatafaqahu fid-din dedi Alloh taolo. Liyatafaqahu fid-din, dinda olim bo'lish uchun deydi. Bu yerdagi dinda olim bo'lishi degandan bo'lgan maqsad fiqh egallashi, fiqh o'rganishi demakchimi Alloh taolo yoki umumiy shar'iy ilmni o'z ichiga olamdi desa, bu umumiy shar'iy ilmni o'z ichiga oldi deymiz. Endi 12-si farz-i kifoya bilan farz-i aynni oriydigan savol. Al-vajibu fi qatlil xata. Xata bir odamni o'ltirib qolgan bo'lsa, ya'ni yiroqdan bir qushqochni atay deb otdi, ammo qushqoch uchib ketib, uning keyindagi odamga tegib ketdi, odam o'lib qoldi. Uning nima jazo qildan aytib qolgan odamga desa, buning javobini bilish fiqhiy bilganlik bo'ladi. Shunaqo, ham uning javobini bilish har bir odamga farz aynmi yoki bir bilik odam bilsa, shu odamning qashig'i berib so'saq yetarlikmi? Ya'ni shuning javobini bilish farz aynmi har bir musulmonga yoki farz kifoyami? Bir bilik odam o'rgansa bo'lamdi deydi. Bunun cevabı sizlarga qolib qoldi. 13-si ro'zada imsak vaqtini bilish, bu farz kifoyami, farz aynmi? Ro'za tutgan vaqtimizda qachon zuhurlikdan to'xtaymiz? Buni bilish. Bu farz ayn. Chunki har bir odam bilish kerak uni. Har kuni qanaqa qilmaydi, hech kimni so'rab qilmaydi. Bilish kerak. Bir kishilik musulmonchilikni ado qilishi lozim bo'ldi bu. Buni bilish nima bo'ldi? Farz ayn. Demak, ro'zada imsakning vaqtini bilish bu bir fiqhi, buning hukmi farz ayn deymiz. Unda bo'lsa vaqtlaşlar bizning bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست